menga bir oy oldin shu Nexia 146 mizni sotuvdik. $6400 ga beruvdik, 6100 ga olib 6400 ga beruvdik. Nima sababdan sotyapsiz? Safarga chiqib ketamiz. Biz mashina yoqmagandan yoki qimmat bo'lgandan baraka topdik sizlardan olib aka. Rosa maza qilib mindik. Asha ehtiyojimiz safarga chiqib ketish sababi bilan sotyapmiz. Kecha bitta Nexia 3 ni 7 oy oldin sotuvdik desa, o'zlari hali kommentariyada negativlar ko'payib ketsa, yaxshi bo'lmaganki sotgan. Men mashinani olayotganimda ham rosa o'sha sizlarning videolaringga negativ yozishgan ekan. Kirib o'qib, men hech o'ylandim. Keyin minib ko'rib bildim, afsus qilmadim o'sha narsamga. Undan tashqari mana sarfini ham qildik. O'zingizdan ko'rdingiz. Mashinani yana ham tepib qo'yganmiz. Aka biz mana bag'doli keyin olamiz mashinani. Keyin olamiz aka. $6000 ga berdiz. 6 ga berdim men. 6000 ga oldim. Foydalansalaring, hisoblang chiqsa foydasini berib olib ketaverasizlar. Azim hozir rozi bo'lib. 6400 ga bir oy oldin oluvdilar. O'zlari rozi bo'lib sotib ketdilar. Aka, ko'rsatamiz endi mashinani. Ha, post qo'yib qo'yamiz. 2014-yil 59000 yurganda beruvdik, 63000 bo'lib 4000 yuribdilar. Balonlari yangi, tonirovka ruxsat qanchalar? Yo'q. Yayigacha. Ruxsat tugab qolibdi, ruxsat olib olar ekansizlar. Holatlari ham ichlari dahshat, mana shu kalarni qaranglar. Yangi gerblar qo'yibdilar, patalolarni qoraytiribdilar, tablolarni terdiribdilar, lasetti rol, qimmat chexol, evakor, qimmat maytafon kalonkalari bor. Hamma yo'g'i ideal mashinani. Pitnosi bor edi, ozgina. Kraska to'liq detalli chiqadi. Ko'rdilaring, $6000 ga baraka qilib oldik. Kelib foydasini bersalaring, yoqsa beramiz. 1.6 lyuks mashina yoqadi, xudo xolasa. Mashina turishi. Deriski, legenda.